Da Fevr 6 mashinasi ko'rib turganlaringizdek zavod bo'lishligi juda ham og'ir bo'lib qolgan mashinani. Buni polniy farsonkalarni diagnostika qilganimizda polniy obratga berib bo'lib qolgan. Buni stendga qo'yib tekshirib ko'rganimizda hammasi obratga qaytib ketyapti saralkasi. Bunga original Delphi zapchaslarimizdan xudo xolasa bosib beramiz. Ishlarimizda ham davomini kuzatib boramiz. Kimga videomiz qiziqarli bo'lsa, bitta like bosib, podpiska qilib qo'yamiz. Original zapchalarimizni hammasini upakopkadan razvechatga olib, hammasini mashinaga farsonkalarga o'rnatib, stendga tekshirib ko'rganimizda dalini ishlashlari juda ham zo'r, idealniy holatda bo'ldi. Buni hammasini akkuratniy mashinaga joylashtirib qo'yib, mashinani yurib sinab ko'rganimizda mashinani ishlashi idealniy bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaramiz. Bemalol hamma ishni cho'q qilib bitirib beramiz.